Assalomu alaykum hammaga. Bizning videolarimiz viktorinamiz davom etadi. Bugun rolikda viktorinada ukam Shukuram qatnashadi. Birga duet qilib aytamiz, lekin bu qo'shiq duet bo'lishi mumkin emas. Oddiy bir kishining qo'shig'i bo'lishi ham mumkin, mana duet deb o'ylamanglar. Vot videoni topganga ashulani qo'shiqda kimni qo'shig'ini aytayotganimiz ovozimizni mimikalariga qarab topishlaringiz kerak, shart shundan bo'ladi. YouTube kanalga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak, like bosgan bo'lishlaring kerak. O'sha qo'shiqni yozib qoldiravering kommentariyada. Mana shu qo'shiq, mana shu. Agar 3 ta variantlaring bo'lsa, 3 ta farqi yo'q. Keyin biz qaraymiz, o'sha kim birinchi o'sha qo'shiqchining ismi va qo'shig'i bilan yozgan bo'lsa, birinchi kim yozgan bo'lsa o'sha va ikkinchi o'rinda kim yozgan bo'lsa o'sha. U farqi yo'q. Birinchi o'rinda most noto'g'ri javoblar ham ketgan bo'lishi mumkin, ikkinchi o'rinda noto'g'ri, uchinchi o'rinda 20-chi, sizlar most 30-chi bo'lib topgan bo'lishingiz mumkin, lekin kommentariyada o'sha sizlar javoblaring birinchi turgan bo'lsa, birinchi va ikkinchi o'ringa mukofotimiz bor, 500 ming so'm. Kartchalaringizga tashib beramiz, topishlaringiz kerak. Qo'shiqda biz o'sha aytgan joyini ovozini o'chirib qo'yamiz. O'sha mimikalarga qarab topishlaringiz kerak. Bu viktorina prosta. Kayfiyat uchun, yaxshi kayfiyat uchun. Qani bo'lmasa, boshladik. Yana bir narsani eslatib o'tay. O'zbekiston vaqti bilan yakshanba kun ertalab soat 10 da qo'yaman videoni. Kim xohlagancha javobini yozaversin, javobini yana YouTube kanalida e'lon qilamiz. Seshanba kun yoki dushanba kun e'lon qilamiz. Keyin obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bunaqa viktorina ko'p qilamiz. Obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, shtobi birinchi video chiqqandan birinchi topishlaring uchun. Endi bu yergi videolarni osonlashtirib qo'yamiz, shtobi topishlaring oson bo'lishi uchun, kayfiyat uchun-ku. Birovni qiynab va nima qo'shig'i deb o'ylatish uchun emas. Ketdik.